Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Elyorjonuz kanalining hurmatli obunachilari. Qancha oldi aka bu? 70 ming bo'pti. Yana Qirg'izistonga keldim. Qirg'iziston Respublikasi Jallobod oblasining Oqbata mol bozoridan realni olingan baholar 3-video. 3-iyun kunga seshanba. Min so'm puli 148 mingga to'g'ri kelyapti. Mana ot bozori. Sigirlarni, mayda buqalarni video chiqdi. Endi o'zim eshitayda turib realni olingan baholarni video qilamiz. Aka qancha bo'ldi bu? 18 ming. Qo'chqor ha bu? 5 ta da bu. Ot qancha bo'ldi aka bu? 112 olinibdi. Baytal aka, bu ekan. 112 mingga olinibdi. 90 ming savdosi bo'layotgan shu. 90 ming savdo bo'lyapti. Mana zarar. Kecha. 160 ming kami bor. Sotiladi deb qaytib olib kiraman. İkitasi 103 ming bo'ldi. 103 bo'ldi eko. Eko 103 ming. Erkek to'ylar mana. 51,5 dan. 51,5 dan zo'r bo'ldi. 7,5 milyondan. Evet öyle. 15 milyonga ikki olingan. 92 ming. Biya 92 ming bo'ldi. 70 mingdan kami bor edi. Toylar bor. İşte 70 mingdan kami bor. Ana ot bozori. Saman Oqyol. Tepadan ko'rsating. Ot ishqibozlariga maxsus video bo'ladi bu. 70 mingdan kami bor to'ylar. Bir yasharli to'ylar. Bozor so'radim aka bular. Qanchadan so'rashdi? 63 so'rayapti. 63, 62, 63 so'ralyapti. 74 ming bolasi bilan mana birinchisiga xunazim. Bolasi ham xunazim. 74 ming. Apple bu. 7,5 milyon. Evet, 7,5 milyon. 8,5 milyon. İki tiş böyle tiş yoruptu. Şurası. Hani bir yolu sırası video kılamam. İki tiş ekan mana. Bu endi yoruptu. 2000 dolar haliyan savdosi bo'lyapti bergan. Bolasini xonasini ekan shu. 15 ta beradi, yengil 12 taga garantiya beraveraman. Mana bolasi. Savdogar akalar 2000 dolar savdo qilyapti. Berilmayapti hali ham. Soliq 15 ming bo'ldi. Qisir soliq. Qo'y. Kiyikni bolasiga o'xshaydi, turishini qarang. Ashimovi bolasi. Mana buni savdosi hali ham bitmayapti. 2000 dollarda turibdi. Janovarni qarang. Hamma yo'q bolasi shirinta. Onun duruşunu qarang. 2 kun bo'ldi tug'ilgan. $14,700 soliq. 69 ming bo'ldi o'sha Qoratoy. $83 ming bo'ldi ikki o'zim.
Salomatsizlar bu. 133 verilmeyapti. 133 ga verilmeyen bolasi bu kaça? İkinci bolasi. Mana yana keldi. 133 so'ra qilib. 25 mingdan kami bor. Ko'yam xonasınca mana sütemdiler. Yangi tug'ilgan sütem. Qancha bo'ldi aka bu? 35. Xonasınca 35 ming bu. İkiş yarım binden kami bor. Qo'zilar mana. Mozi ham bor. Urg'ochi erkak qaysi? O'zi urg'ochi biroz edi. İşte urg'ochi bittasi qo'chqor. Qo'zilar. Qora echkilar qarang. 15 mingdan kami bor deyapti. 10 ming, 15 ming har xil, 15 minggacha bo'lgan echkilar. Boshlamon qo'y bozor. 48 ming beryapti shunga. 6 million berdim deb meni ko'rib aytdi. Chiroyli o'qigan, 90 ga yaqin. 55 mingdan kami bor, 90 ga yaqin buqalar. Yosh buqalar. Qanchaga bordi aka bu? 46 ming. 46 mingga bordi. Mana qaranglar, yana aytib o'taman, ikki quloqida ham bo'ldog'i bor. Mana ikkita qulog'ida bo'ldog'i bor. Boriniki ikki qulog'ida bo'ladi. Yo'q bo'lsa, mana menimda yo'q. Ikkovini ham eni bor. Hozir ko'rsataman. Mana Qirg'izistonda molini aldalmaysiz. Ikki qulog'ida ham mana bir xil eni bor. Vohani molini olib kelib tiqishyapti. Qirg'izstondagida. Qanchaga bordi aka shu buqa? 58 mingga boribdi mana. 1 metrga yaqin bo'lgan buqacha, buni qarang. Mana jonivor rosa sutga to'ygan, oyoq qo'li polvon. Chiroyli narsa ekan. O'zi o'tiydigan bo'lib qolgan. Birdan oshiq 61 ming so'ra bo'lyapti. Yani çok kulağıda bir kesi bu. 50-46. Suda böyle yaptı, verilgeni yok. Echkeli çıkış taş yaptı bozuldu. 63 mindən şu ikide bu içeni satılır. 1.5. 126 mingga sotildi. 63. Bunlarda 63. Buna verdim. Buna Xitayski koylar. Buna Xitayski koylar, nari turayski diyor. Birkelerge e'tibor beringlar, ikki qulog'ida bor, ha ta'kidlab o'tyapti. Ming so'm puli 148 mingga to'g'ri kelyapti. 63da 148 ga ko'paytirsangiz chiqadi summalar. Mana ko'chatlar. Boy 1 metr, 1.5 bo'lgan ko'chat. 70 mingdan bo'yapti. 1.10lik buqalar. 81dan 2.10 bermaydi. 1.10lik buqalar. Hammani topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 3 ta video qildim. Qancha bo'ldi aka bu? 65 ming. 65 ming. 65 emas, 75. Ha, 75 dedim. 75 ga quyruğuna qanot betdi. 65 esma 75 bo'pti bu. 1.10 plus. Bunisi qancha bo'ldi do'st? Bu muz yo'q. 80 qancha bo'ldi?
Kaça dedim oğlum? 128 Andijondan ham ko'pchilik kelardi. Yo'q, Andijon ham yo'q, Farg'ona ham, Namangan ham yo'q. Hech kim yo'q Granitsa bekligiga. Qoladi, chiroyliligini qarang. Ko'st emas.